qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishlarini qisman qarshi olamiz. 1 oktyabr Sharq Turkiston uchun zimiston qishning boshlangan bir kuni. Bugun Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish, Allohning rahmati, marhamatiga erishish uchun Allohu akbar takbirlari ostida Xitoy tajovuzchilari bilan qahramonlarcha kurash qilgan ro'yi o'lmas shehidlarimizning oqqizgan qonlarining behuda bo'lgan bir kuni. Bugun Xitoy tajovuzchilarining qurgan do'ziqining meva berib, Sharq Turkistondagi Turkiy xalqlarning qulluqqa mahkum bo'lgan kuni. Yillar o'tgan sari Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqini yo'qotishi texnik tezlashdi. Har bir Sharq Turkistonlik turk xalqi bo'libmi Uyg'urlar vijdoni bilan o'ylanib, nima uchun mushundoq bo'ldi? Buning hisobi qandoq so'rildi degan bir savolni o'ziga qo'yadigan. O'lmagan jonda umid bor degan tamsil bo'yicha uyqusini jiddiy ichib, qat'iy harakatlanmasi bo'lmaydigan. Hamma nimadan ayrilib, o'lim bilan natijalanadigan bu hayotda bu dunyoning har qanday maishatlaridan voz kechib, jon badaliga, mal badaliga vatanning mustaqilligini qo'lga keltirishga otlanmasa bo'lmaydigan ahvolga duch keldi. Bu taqozolik aslida Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tomonidan mustamlaka qilingan kundan boshlab kuchga ega bo'lib, gerçi 72 yil uyqumizni uxlab, dunyo maishatlarimizga berilib, o'lim hukmimizni kutgan bo'lsaqmi, yana hozirdan boshlab bo'lsa-mu, bizni yo'qlikdan bor qilib, o'zining yagona qudratidan xabardor qilgan. Qulim menga yaqinlashsa, men qulimga uningdanmi yaqinlashaman. Qulim menga mengib kelsa, men qulimga yugurib kelaman degan mehribon yaratquchiga eng samimiy qalbimizdan yalvorib, amaliy harakat qo'llanib, dunyoga bu kunni to'xtamay jar soladigan. Mustaqillik uchun dunyoni harakatlanishga chaqiradigan va toki Sharq Turkiston mustaqillikka erishmaguncha armay talmay, zerikmay kurash qiladigan. Mayli ziyoli yoki savdogar yoki har qanday kasb ahli bo'lishidan qat'iy nazar, bu jiddiy ta'xirsizlikni his qilmasa bo'lmaydigan bir vaziyat ichida turibdimiz. Turkiyaning qurtulush urushida nurg'unlagan davlatlar taraf-tarafdan hujum qilganda Mustafa Kemal Atatürk Türk askarlariga qarab, "O'lishingizga amr beryapman" degan ekan. Dunyo davlatlarining g'oyat zo'r qo'shini oldida Allohning yordamidan umidini uzmay, bo'linmay, birlashib dushmanga taqobil turgan ozg'ini qo'shin Allohning mo'jizasi bilan tajovuzchini qo'g'lab chiqarib, o'rlikka erishgan ekan. Bu bizning ilhom olishimizga arziydi. Birli dushman, birli nishon, birli tanlash, ya mustaqillik, ya o'lim. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni mustamlaka qilganligining 72 yilligini, mustamlaka qilgandan boshlab Sharq Turkiston xalqiga yurgizib kelayotgan assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilikni la'natlash, dunyodagi davlatlarga Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat ekanligini, Xitoy tajovuzchilarining chekidan oshgan qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildirish, dunyodagi davlatlarni Sharq Turkistonning mustaqilligini shu orqali Sharq Turkiston xalqining hurligini qo'lga keltirish uchun yordamga chaqirish maqsadida muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar dunyoning har qaysi joylarida 10 oyning 1-kuni namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining o'rinlashtirishi va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining yetakchiligida Amerika Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyishda Xitoy Kompartiyasining 1949-yili 10 oyning 1-kuni Xitoy Xalq Jumhuriyatini qurib, insoniyat uchun qari bir kunning boshlatganligini, Sharq Turkiston, Ichki Mong'oliya, Tibetni 13 oktyabrda ishg'ol qilganligini, 1949-yili 22 dekabrda mustaqil Sharq Turkistonning butunlay ag'darilib, mustamlaka qilinganligini, shu kundan boshlab toki hozirgacha bo'lgan 72 yil mobaynida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiyaning obyekti qilinganligini, 1950-yildan 1990-yilning boshlarigacha atalmish 3 xil kuchga qarshi turish degan siyosatini to'qib chiqarib, 2001-yili 11-sentabr terrorlik voqeasidan keyin terrorlikqa qarshi turish bahonasini qo'llanib, Sharq Turkistonda mustamlaka, irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya yurgizib kelayotganligini, 1964-yildan 1996-yilgacha bo'lgan aralıqda 750 ming Uyg'ur va boshqa yerlik Turkiy xalq ommasini o'ldirganligini, 1979-yildan 2009-yilgacha planliq tug'u siyosatini yurgizib, 2.700.000 bovoqni majburiy tushirib o'ldirganligini, 2014-yildan boshlab 3.500.000dan 800.000gacha Uyg'ur va boshqa yerlik Turkiy millat ommasini jazo lageriga so'lganligini,
2014 yıldan başlap 850 mingdan ortiq Uyghur va boshqa turkiy millat bolalarini oilasidan majburiy ayirib etib, davlatning Darültam va yataqliq maktablariga o'rinlashtirib, yerli Xitoy sifatida yetishtirayotganligini, yuz minglarcha Uyghur va boshqa turkiy millat ayollarining majburiy tug'mas qilib etish, sistemlik turda bosqinchilik qilish siyosatining qurboniga aylanganligini, Xitoy Kompartiyasining yetakchiligidagi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda mustamlika, ishg'ol, osmonsiya qilish siyosatini yurgizib, o'tgan 72 yilda 4,5 million Uyg'urning tug'ilishini cheklab, ularni o'zining vatanida oz sonliq millatga aylantirib qo'yganligini, Xitoy hukumatining yana Hong Kongning demokratiyasiga bosqinchilik qilib, inson haqlarini dafsanda qilganligini, Tayvan va boshqa Hindi Tinch okeandagi davlatlarning muqimligini buzib, tajovuzchilik qilayotganligini, atalmish bir yo'l bir balvoq qurilish orqali O'rta Osiyodagi davlatlarni siyosiy, harbiy, iqtisodiy jihatdan ta'sir ostiga elib olganligini, Osiyo, O'rta Sharq, Afrika, Yevropa, hatto Shimoliy Amerikadagi davlatlarga ta'sir ko'rsatib, foyda olayotganligini, dunyoning birlashib Xitoy Kompartiyasining imperatorligiga qarshi turishi kerakligini, yolg'iz Sharq Turkiston xalqi uchun emas, balki barliq insoniyatning kelajagi uchun Xitoyga qarshi turish kerakligini, 21-asrda Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy hukumatining Ikkinchi Dünya urushidagi nazilarning yurgizgan irqiy qirg'inchiligidan battar sistemlik bosqinchilik qilish, qattiq qiynash, mingni yuyish, majburiy emgak selish, tug'mas qilib etish, organlarini sug'urib elib etish, bolalarni oilalaridan majburiy ayirib etib, Xitoy madaniyati bo'yicha osmonsiya qilib yetishtirishdek battar irqiy qirg'inchilikni Sharq Turkistonda yurgizib, Uyg'urlarning etnik kimligini yo'qotayotganligini, agar xalqarodagi davlatlar birlashib bu irqiy qirg'inchilik va mustamlikani oxirlashtirmasa, Xitoyning dunyoning boshqa joylaridagi bo'libmi O'rta Osiyo, Hindi Tinch okean va Afrikadagi davlatlarni mustamlik qilib, xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizadiganligini, Xitoy Kompartiyasining ishg'oli va irqiy qirg'inchiligining qurbonlari bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkiston xalqining Amerika va boshqa erkin dunyodagi davlatlarni hamkorlashib, Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet va Ichki Mong'oliyadagi ishg'olini, Hong Kongdagi inson haqlari dafsanchiligi va Tayvandagi tajovuzchilikni oxirlashtirishga, shu orqali butun dunyodagi insoniyatni qo'g'dab qilishga chaqiriq qilganligini bayon qildi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining ayollar va bolalar ishlari direktori Amanniso Muxlisi xonim Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonni 1949-yilda ishg'ol qilgandan keyin Sharq Turkiston xalqi duch kelgan irqiy qirg'inchilik natijasida 3,5 million ortiq Uyg'ur buvoqning majburiy tushirib etilganligini, Uyg'ur ayollarining ruhiy va jismoniy jihatda azob chekayotganligini, bugungi kunda millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy millat ayollarining jazo lagerlariga qamalib, sistemlik bosqinchilik qilish, qiynash, majburiy tug'mas qilish siyosatining qurboniga aylanganligini, 850 ming Uyg'ur va boshqa turkiy millat bolalarining oilasidan majburiy ayirib etilganligini, Xitoyning har kuni Sharq Turkistonning kelajagini vayron qilayotganligini, bularning hammasining yaqinqi bir necha yil mobaynida emas, balki Sharq Turkistonni Xitoy ishg'ol qilgandan buyon sodir qilayotganligini, dunyoning har qaysi joylaridagi har qanday shaxs va tashkilot, jamiyatlarning Uyg'urlarni qo'llashi kerakligini, 21-asrdagi bu irqiy qirg'inchilikni, 35 million Sharq Turkiston xalqining tragediyasini hayqirishi kerakligini, Uyg'ur ayollarining dunyodagi boshqa ayollardan farqlanmaydiganligini, ularning inson ekanligi va haq-huquqlarga, mustaqilligiga erishishi, o'z kelajagi va avlodlarini qo'g'dashi kerakligini aytdi. İstanbulda Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining yetaklashi ostida keng ko'lamda namoyish olib berildi. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizib kelayotgan osmonsiya qilish va irqiy qirg'inchilik jinoyati tunishtirildi. Xalq Sharq Turkistonning mustaqilligiga bo'lgan talpinishini ifodaladi. Shundaqla erkin dunyodagi demokratik davlatlardan Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun yordam qilishni talab qildi. Çünkü sadece Doğu Türkistan'a değil. verecek. ظالم للشعوب غير الصينية. مما أدى هذه السياسة الظالمة إلى قتل أكثر من 100 مليون. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni izchil turda la'natlab kelayotgan. Dunyodagi musulmonlarning bo'libmi turk xalqini irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga, Xitoyga qarta sagak bo'lishga, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun hamkorlashishga chaqiriq qilib kelayotgan
Türk öliması İhsan Şenocaq əpəndi 1 oktyabr Xitayning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyanqi bo'libmi, yaqinqi yillardan buyanqi vahshiylikni birma-bir anglatgandan keyin oxirat kuni Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan musulmon turk xalqining osmon ostiga uchrayotgan bolalarning mas'uliyatining musulmonlardan so'raldiganligini, bu qirg'inchilikni to'xtatish kerakligini ta'kidlab, Sharq Turkistonning bir kuni mustaqillikqa erishishidan umidni uzmaslikka va buning uchun kurash qilishga chaqirdi. Mahmud Qashqarining ilmiy meroslar va uning 3000 yillik Turkologiyaning taraqqiyotidagi roli nomli xalqaro ilmiy muhokama yig'ini İstanbul Universitetida 2021 yili 29 sentabr ochilish murosimi bilan boshlandi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter hisobida Türk Kengeshi Sharq Turkistonning oldingi qatordagi olimlardan biri bo'lgan Mahmud Qashqarining ilmiy merosini tabriklaydi. Türk Kengeshining Xitoyning Sharq Turkistonda elib berilayotgan mustamlikchilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini ayblamaganligi haqiqatan nomussizlik dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Turkmanistonning Sovet ittifoqining ishg'oliyatidan qutulib, mustaqil bo'lganligining 30 yilligini tabrikladi. Xitoy Sharq Turkistonning muqim vaziyati, Sharq Turkistondagi xalqning xotirjamligidan so'z ochib, yolg'onlari bilan dunyoni aldashga tirishib kelayotgan bo'lsa-mu, ochiq turmada yashayotgan xalqning noli faryodi sotsial medialarda o'tirg'i chiqmoqda. Dunyo Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan bu adolatsizlikka, hurliqqa, zulmga qachon tur deydi? Bu butunlay bizning dunyoni qo'zg'atishimizga, harakatlantirishimizga bog'liq. Men ismim Mutalib Iman. Xotin shahar tabiiy ishida she'rchi tavalliga doktorishdik. Men hozir shu majbur bir zo'yatko'liq amgak ishlaysa, pesh universitetda aytdi. Meniki bu xotin balam o'g'lam 2 oldu. Tug'ilgan. 6 yoshga qizim bor. Men bu shu turmush qilmada azaq ilishtirim bordi. Ilish og'il bo'lmagan sabablar orqali ben bunu tushundirsam, bula tushunmaymiz dedi. Shunga hozir shu jilan ko'rishga keldim. Meniki o'shachiga hamda day. Mening mazaq qilishim bor. Shu hisob kitoblarni shular menga yordam qilib olib bersa, ijara uyam bor. Har bir 2 qizdan 7 qiz uy bor. U uylarni ijaraga bitgan bo'lsa shunda qilib bersa degan umidda. Rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizdan ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.